Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan so'nggi xabarlar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachalarini bosib qo'ying. Prezident fermerlarga yengillik berdi. Fermerlar soliqdan qarzini vaqtida to'lay olmaganligi uchun shu paytgacha yig'ilib qolgan 1 trillion so'mlik pensiyani undirishdan voz kechiladi. Bu haqda 19-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvda ma'lum qildi. Endilikda kichik va o'rta biznesga qo'shimcha talab va majburiyat yuklaydigan normativ hujjatlar qabul qilishga ham 3 yillik moratoriy e'lon qilinadi. Fermerlar uchun ham muhim yangilik: soliqdan qarzini vaqtida to'lay olmaganligi uchun shu paytgacha yig'ilib qolgan 1 trillion so'm pensiyani undirishdan voz kechiladi, dedi Prezident. Shuningdek, hozirda barcha toifadagi tadbirkorlarga faoliyatini tugatish uchun bir xil talab belgilangan, ya'ni kattami kichikmi barchasi moliyaviy auditdan o'tishi majbur. Oqibatda ixtiyoriy tugatishga ariza bergan minglab kichik korxonalar qachon tekshiruv kelib auditdan o'tkazishni kutib turibdi. Shu bois bu jarayon ham soddalashishi e'lon qilindi. Oxirgi 3 yil aylanmasi 10 milliard so'mdan oshgan soliqdan qarzi bo'lmagan korxonani ixtiyoriy tugatishda tekshiruv o'tkazilmaydi. Bundan tashqari 2028-yil 1-yanvarga qadar qishloq qurilish sanoati va foyda solig'i stavkasi oshirilmasligi belgilab qo'yilgan. Prezident tadbirkorlarga yangilik qilish, tan narxini pasaytirish, sifatni yaxshilash orqali yangi bozorlarga chiqishga ishtiyoq tobora kuchayib borayotganini ta'kidladi. Lekin ularning hammasi ham buning uchun qayerga borib, kimga uchrashish, qayerdan mutaxassis yangi texnologiya olib kelishni bilmasligi qayd etildi. Shu bois 20 ta tumanda kichik va o'rta sanoat korxonalarini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofislari tashkil etiladi. Ularga xorijiy muhandis, texnolog, dizayner, buxgalter va marketologlar olib kelinadi. Bu maqsadlarga shu yilning o'zida 100 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Loyiha ofislari korxonalarga tan narxini tushirish, sifat va texnologiyani yaxshilashga, ularni yiriklashtirib sanoat darajasiga olib chiqishga ko'maklashadi. Bundan tashqari kichik biznesda yangi driver bo'ladigan uskuna va dastgohlar, tibbiy vositalar, elektronika, sanoat, logistika kabi sohalarda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida dasturlar qabul qilinadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.